Assalomu alaykum kuzatib barcha obunachilar. Navbatda TTS texnikamiz zavod holatiga keltirib qo'yishibdi akalarimiz. Shu cho'tib turibdi. Buni yurgizib minib ko'rsatib beraman. Sotiladi. Qo'shimcha agregatlari ham bor ekan. Bularni ham bir chekkadan sizlarga noldan ko'rsatib beraman. Xo'sh, texnikamizga keladigan bo'lsak, buni yillari 2000-yil ekan. Motorlari vobshe ideal holatda 100 motor qo'yib qo'ygan ekan. Turbo kompressorlari bor, ishlab turibdi ekan. Do'stlar, texnikamizda yurgizib, ovozlarni eshitgizib beraman. Buni hammaga narx qiziq do'stlar. Buni qo'shimchasiga, traktorda o'zi qo'shimchasiga bitta o'zini motori bor ekan, ko'jixi bor ekan. Shuni qo'shib berishar ekan. Narxini 55 million deyishyapti. Biz nomimizdan chiqsalaring yana ozmoz kamaytirib berishadi. Traktorda holatlarni chekkan sizlarga ko'rsatib chiqaman. Video davomida agregatlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozirgi holati 60 holatda turibdi do'stlar. Ichki salonlarni ham vobshe ikamiz qarab qo'yishgan ekan. Monitorlargacha qo'yishib. Shu holatda qo'yamiz. Bir kalitga zavod bo'lyapti, monitor. Svitlargacha stanopga qilib qo'yishibdi. Ichlari ham vobshe super salon. Texnikamiz salonlarni ko'rdilaring, vobshe ideal holatda. Yangilar, kanalda yangilar, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi qo'ygan videolarimiz birinchilardan sizlarga borish uchun. Biror yerdan ortiqcha bir yog' oqmagan texnikamizni o'zim mana ko'rib turibman. Chiroyli holatda. Akamiz usta ekanlar, o'zlari qarab minishar ekan. Silindrlar ham qo'sh silindr, orqa mana qishloq xo'jaligi bo'mlari ham ishlab turibdi ekan. Traktor ponni navrotlarni qo'yishgan. Texnikamiz yoqqan bo'lsa, bittadan like'larni bosib, akamizga bemalol murojaat qilasizlar. Ekran pastiga egasini nomerini yozib qo'yamiz. Manzillarni yana qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida bu texnikamiz ishga tayyor holda turibdi. Keyin buni selkamiz ekan do'stlar. Selkamiz ishga tayyor ekan. Mayda seplarni qo'yishsa bo'ldi. Dori ham urug' ekishar ekan. Buni narxini 10 million dedikmi aka? Buni narxini 10 million deyapti. Silindrlari ham bor ekan. Xo'sh, keyin bu selkamiz sotilar ekan. Bunga ozgina ishlov berib yorib, ozgina remont talab ekan bu. Buni narxini 30 million deyishyapti. Mana shu holatda. Olib ishlataman degan odam ahvoliga qarab chiroyli qilib ishlatishadi. Keyin o'zi medallaydiganimiz 76, 80, 90, 70 da ham uradi deyapti akamiz. Buni narxini 12 million deyishyapti. Ishlab turgan ekan. Qo'shimcha zapas remillari ham bor ekan, uni ham berishar ekan. O'ximiz ichkarida salqinga bochkalarni olib kirib qo'yishibdi. Bu ham ishga tayyor soz holatda ekan. Xo'sh. Buni narxini 20 million deyapti. Qo'shimcha suv tortadigan adden nasos ham bor ekan, shuni ham qo'shib berishar ekan o'xiga. Silkam sotilmaydi. Keyin zavodskoy surgimiz bor ekan. Buni 10 million deyapti. Shu yerda surgi, o'zi paymaydilaydigan selka, qo'yan bitta selkamiz. Xohlaganlarga addenni sotiladi. Qiziq olaman deganlarga shuni kampilik ham sotilar ekan. Orqada kultuvassa, chizel kultuvassamiz sotilmas ekan do'stlar, bu texnikada qolishar ekan. Shu texnikamiz. Aka, bir ovozini ham eshitsak buni. Videoni uzmaymiz. Xudo xolasa bir kalitga yurgizib sizlarga ko'rsatib. Ovozini eshitib turibdilar mana. Shu keliyor.
Yuqadan eshitilish ovozlari. Narxlarni eslatib o'taman do'stlar. Qo'shimcha bitta o'zini motori bilan ko'jiq bor ekan. Uni o'sha kampilik, o'sha motor ko'jiq traktor 55 million. Yili 2000. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar do'stlar.